Tün bayan her tündü bayan, tün bayan en samimi, dilden bayan. Başqalarga yaxshilik kutmaslik bir xil kasallik. Ba'zilar odamiylikdagi eng cho'ng razillik boshqalarning yaxshi kun ko'rishiga chidamaslik deydi. Ming jafoda ishlab, amalingizni aran o'stirsangiz, sizni atili ishdan bo'shtib etilsigan deydiganlar bor. Bir yil oldirashchilikda o'tib, savdingiz rivojlansa, atili xonavayron bo'lishingizni kutadiganlar ham bor. Boshqalarning yaxshi yashashiga chidamaslik amaliyotda bir xil ko'z qizdirish kasaldir. Surishtirib kelsa, ishki havasning ko'payishi va cho'nqur yoshiringan baslashish psixikasi sababli boshqalarga hasad qilishdan boshqasi emas. Bu xil kasallik odatda qobiliyatsiz kishilarda ko'proq yuz berdi. Iqtidori bilan niyati mos kelmay qolganida boshqalarning iqtidorini namoyon qilib, o'zidan eshib ketishdan qo'rqadi. Sap oltin mukammal odam bo'lmaydi. Har kimning o'z oldiga yashash usuli bor. Boshqalar bizdan ilg'or bo'lsa, o'zimizning yetarsizligiga nazar silib, tirishsaqlik kifoya. Ko'ksi qonimizni keng tutib, kunimizni yaxshi olsak, shuning o'zi oqilonlikdir. Odam daraxt misolidir. Maqtash bo'lsa nur. Maqtagan seri shuncha go'zal yashaysiz. Lekin boshqalarning yaxshi yashashiga chiday olmaydiganlar bunday qilolmaydi. Ular sesiq gap bilan boshqalarga azor berishni xushallik deb biladi. O'zicha achchig'ini chiqarib olib, ustunlikka ega bo'lmoqchi bo'ladi. Yomon so'z rahimsiz pichoqdir. Og'zi yomon kishilar bilan uzun muddat aralashib o'tsangiz, osonla o'zingizdan gumonlanadigan, qo'rqinchaqlik bilan ish qiladigan bo'lib qolasiz. Hayotingizda osmon zemin o'zgarish bo'ladi. Baxtlik, xushal yashashda o'ziga ishonish kam bo'lsa bo'lmas. Odatdagi kishilarga nisbatan u asosan boshqalarning e'tirof qilishi va maqtashidan keladi. Nemishqa boshqalarni ko'proq maqtamog'daksiz. Kishini ilhomlantirib, o'zingizmi u yoqning iliq chiroyi bilan yaxshi niyatiga erishsiz. Yaxshi niyatga to'lgan muhitda omad qushi sizga qo'nadi. Odam bilan odam. Mayli qanday ahvolda bo'lsin, boshqalarga yaxshilik qilish, ovorchilik tepib bergandan ming yaxshi. O'ziga yaxshilik kutishning eng oddiy chorasi boshqalarga yaxshilik kutishdir. Ko'ngildan suv ichar, boshqalarni qo'llash amaliyotda o'zini qo'llaganlik. Taqdir hargizmi bir oq ko'ngil kishiga uvol qilmas. Zodi chidab bulanmay, ig'zingizdan yomon so'z chiqib ketayotganida o'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib, ularning kayfiyatini o'ylab beqing. O'lmakning ustiga tepmak degandek, boshqalarga avorchilik tepib bermoqchi bo'lgandimi, bunda qilsangiz o'zingizning chekinish yo'lini uzib qo'yamsiz qanday? Shunday qadrli do'stim, sovuqqonlik bilan o'ylashib ko'ring. Ko'ks qoningizni keng tuting. Dunyo faqat ko'z oldingizdagi kichikgina yer emas. Boshqalarning yaxshi kun ko'rishiga chidamaslik eng cho'ng hamoqatlikdir.